Assalomu alaykum hurmatli chorva ishqibozlari, obunachalarim. Bugun 11-avgust hafta kuni seshanba. Biz Samarqand viloyati Paxtachi tumani Kalelin chuqur mol bozoriga kelganmiz. Xudo xohlasa har doimgidek sizlar darvozani tagida bo'lib turgan ma'lumotlarni to'g'ri, tiniq yetkazishga harakat qilamiz. Xizmatlaringizda biz ozgina mehnatimiz qadrlab qo'yish esdan chiqmasin. Aka, nech pulga qayerdingiz? Assalomu alaykum. 2 million 500 ming so'm. Urg'ovchi. Barakasini bersin. 2 million 500 ming so'm. Nech pul bo'ladi eshikchi? 3 million 200. 3 millionni o'zi ekan. Aka-ukalar, bozor umumiy holatiga yetkazadigan bo'lsam, go'sht yo'nalishi bo'lib turgan mollar narx-navolar baland, qanaqadir kam, semiz mol, qimmat. Uylarda bormi? Nech pul oldingiz? Qani aka orqasiga ursaylik-di. Urg'ochi. Bitta qo'chqor, bitta urg'och, 4 million 500 ming so'm bir joyga. Nima deysizlar? Shunaqa narx-navolar bo'lib turibdi. Bozor umumiy holati aytganimdek bir savdo bo'lib bir tortib ham ketgan yo'q, lekin qimmat mol. Mollar turibdi qimmat bo'lsa ham. Endi gashti bozoriga qanday bo'ladi bilmayman. Hozir mana 7 yo 40 bo'lyapti soat. Sizlar shu dehqon akalarimizdan bo'lib turgan narxda oxiriga qolib ketmagan mollarni va shirali joyini ko'rsatib berishga chiqqanman. Xudo xolasa aytganimdek umumiy yetkazib beraveramiz ma'lumotlarni sizlarga. Ko'ryapsizlar, mana baraka bo'lgan mollar kam, darvozaning tagidan mol kam chiqyapti. Hozir lekin bu vaqtga kelib tinmay chiqish kerak. Ko'rib turganlaringizga hali ham mol kirib kelyapti. Amakim ishlar bo'lishi. Amakim o'zlari tashga hayda kelib pulni so'ramabdilar. Aka, ishi bo'ldi bu? 21? 24. Barakasimiz urg'ochi. Nomedi? Sam chorva. Aka-ukalar, bozorga asta kiramiz. Darvozaning tagidan mol chiqishi kam bo'lyapti. Lekin ko'rib turganlaringizda bozor to'la. Mana ho'kizga qiziqgan aka-ukalarimiz uchun greyfordlar. Savdogar, ana shu mollar ham savdogarlar mollari ham chiqib ketyapti. Aka, bu sizdanmi? Nech pul deyapsiz? Assalomu alaykum. Nech pul? 45 deyapsiz. Bozorda nima so'ragan? Taroziga nech puldan bo'lsa bera olasiz yo bozor so'radi? 75 dedi, 74 oxirida beramiz dedingiz. 74 mingdan o'lchab bera olasiz. Xuddi shunaqa mana greyfordchilar 74 mingdan o'lchab beraman deyaptilar. Hozir yana tushib ham berishlari mumkin. Savdo ketyapti. Yo'q, sotdi. Nech pulga? 72dan. 72dan necha kilo keldi? 85. Qaraylar. 585 kilo kelibdi, 72 mingdan sotilibdi mana shu mol. Yog'siz mol ekan, go'shtdor mol ekan. Sifati yoqdi. Mana Messi avligoga o'xshaydi. Sizlar shu bo'lmasa ko'rsatib beraveraman bir boshdan birinchi semiz, mana bozor boshlanishi semiz ho'kizlar. Aka, buni nech puldan deyapsiz? Siz tushmaysiz, aytavering. Katta so'rab turibmiz endi bozorda. Bozor jazman nechmi so'rab? Bozor taroziga 72 so'rayapti. Taroziga 72 ming so'm. Go'shtdor, juda go'shtdor mol ekan. Mana savdosi bo'lib turibdi. Aka, buni nima so'radingiz? Assalomu alaykum. Nima bu? Qaysi biri? Sam chorva. Ham chorva. 45 millionga 38 million. Qaysi 38 deydi? Men 38 ko'ryapman. Aka 45 million 44 million sotaman dedi. Taroziga kelishsanglar bo'lamaydi. Alo. Qaranglar, 38 million so'm savdosi bo'lib turibdi shu molni. Savdo bo'lyaptimi? Savdosi bo'lyaptimi? Nech pul? Yo'qmi? Nech pulga qal? Hozir, ha? Qaysini? Sizmi aka ega? Zo'r mol ekan, nima yana aqllar? Nech pul deyapsizlar? Bunimi?
Buni 60 million deyapti. Taroziya nechi puldan? Taroziya nechi puldan bitadi? 2 mingga kelishdik. Barakasi bo'ldi o'zi. Ana shu molam zo'r sotilibdi. 72 ming so'mdan taroziya sotilibdi. Go'shtdorlik zo'r, dalsh boqsa ham lekin zo'r bo'ladi. Aka, olishga olaman. Gapga quloq soling, olishga olaman. Bu savdosi bitqir endi. Qancha? Savdo qilyapti baqirsan. Ayting. Aka nechi pul beryaptilar? 44 million. Siz 38. Aralarida bitta qo'ycha bor-da. Yengilgina. Bitib ketishak o'zi. Akam bo'ladi o'zimda. Akam bo'ladi. Akangiz bo'lsa olingiz 44 ga akangiz ekan-ku. Qarang. Sanavayda. Sanamni bog'labsizlar pullarni. Aka buni yaqinlashib aytdilarmi 40 million ber unaqa deb? Yaxshi deydi ular. 40 million aytolmayaptilar. Hatta bermayman. 40 ga bermayman deyapti egalar. Mana bu yo'qdi. Ketdi dalish davom etamiz. Siyimizdan ko'rsatdim 3-4 ta zo'rini. Qaysining savdosi bo'lyapti degan. Menga savdo bo'lgan ko'rsatish udobliroq. Sabab ana qimmat narx qo'yadi-ku egalar. Sotilmagan pul. O'shani yetqargim kelmaydi. Bo'lib turgan narx yetqargim keladi. Hurmatli obunachilarim sizlar uchun. Ha aka. Assalomu alaykum. Laklar bo'syapti bugunlar. Rahmat. Qaysining savdosi ketyapti? Mana shu Qarabekizim savdo ketyapti. Siznikimi? Ha, Navoiyda, garchi o'zimda ham oluyor. Xo'p, mana. Bor, uyda ham bor. Ha? Uyda ham bor. Nechi pul so'ralyapti? Anguschami bu? Ha, Angus. Angus bilan semental qo'shilgan gibrid. Nechi pul so'radilar aka? Bozor 106 million so'radi. Tarozigachi? 70 ming so'mdan so'radi. Tarozi 70 ming so'mdan. Ko'ryapsizlar mana, bo'lib turgan narxni aytayaptilar. Nechi pul bo'lsa berasiz? So'mga bir o'nma qo'ysa beraman. Tarozigachi? Taroziga 70 mingdan so'rashdi. 70 mingdan berasiz-da jazmani. 70 ga ozroq qo'ysa 71 uzoq 72 lik bitilgan mol mana. Sifati yaxshi, mesli emas. Paroda. Aka buni nechi pulga borgan? 8 so'rayapti. Tarozigachi? Taroziga 65. Taroziga 32 million so'm oyog'iga, tuyog'iga ko'kam. Sekin semizlardan boqmalar o'taylik. Aka bu nechi pul bu? 28 deyapmiz. Bozor men so'raganini aytavering aka. Obunachilarimizga to'g'ri ma'lumot yetkazaylik. 200 ga 25. 25 ga bordimi 200 ga? Astoydili. Zo'r pul berdi. Nima bermasiz aka? Yaxshi pul olingan. Aslida 200 ga 25 so'radi deyaptilar. Lekin menimcha zo'r pul indamay beraversalar bo'ladi. Assalomu alaykum. Salom. Qaysi marakasi bo'ldi? Barakasi. Qalcha bo'lmayapti-da shu. Baraka bugun savdolar kam-a? Ha, savdo kam. Qimmat bu. Qimmat. Qani sizlar barakasi bo'lgan mollarni ko'rishday desam. Mana ko'ryapsizlar. Mol qimmat. Mana bitta pul sanalayap boraylik ham bilib beramiz sizlar. Aka shuni barakasi bo'ldimi? Yo'q, savdo bo'lyapti. Pulni men sanalayapman. Qaysi barakasi? Bilmadim. Qaysi barakasi aka? Boshqa. Bu ham baraka bo'lmabdi. Arzoncha ekan. Mana. Arzoncha ekan. Savdos bo'lyapti. Aka nima so'radingiz? Ha. 21 million 500 ming so'm. Bozor tamam, güzel. Akam nechi pul beryaptilar? 22 million. Bitay deb qolibdi qishlariz. Yeb bili, ana tepdi. Ana şu mol 22 million so'm beryapti ega. Ko'rib turganlaringiz mana bo'lib turgan narx 22 million so'm ega berdigan 21,5 savdosi bo'lyapti. Aka bu nech pul deyapsiz? Bo'lgan aytavering. 32 kami bu deyapmiz. Shu daraja oshib ketdimi aka mol? Molni qarang. Bozor jazmani so'ragan nech pul? 26,5. So'radimi? Ha.
26 million 500 ming so'm deyaptilar. Nimaga gibrid bu endi? Semitel. Nima? Bozor holati qanday aka umumiy? Bugun Tushib ketdi deysizmi? Qimmat deyapti ko'pchilik. Mol qimmat so'ramayapti-da. 16 hech iloji yo'qmi? Bir balo qilaylik 16 ga. Ha? Uzoq 17 ga bitadi-da, bitigan jazmani. 8 ga olingan 500 qilsa beramiz. Ana. Ana. Ukalar Ho'kiz bozordan siymasini ko'rsatdi, boqmasini ko'rsatdi. Ahmet. Endi mana g'olonchunga o'tdi. Buni aka narxini ayting, obunachilarimiz uchun, men uchun emas. 17 gacha boryapti aka. 17 million 500 ming so'mgacha boryapman. Semiz molcha, yuqa teri, suya chasmaydi, qara go'shtga to'lgan o'rta badan, yog'li ham emas. Dalchi boqsa ham bo'ladi, birdan suv o'rsa ham bo'ladi. Ko'rsating sotildi. Nech pulga ketdi bu? 12 soatda 26. Aka sotdingizmi? 26? Yarim. Tarozisini bilmaysizmi? Yo'q. Ana shu mol 26 million 500 bo'libdi aka, ukalar mana. Ururvasi. Uzoqdan qila olib berdim mana. Har doimgidek kadr 1x ga. Buni hech pulga bordi. 19,5 so'rayapti. Bo'g'ozmi? Bir tuqqan bu. Mana tashagan. Qani to'xtay qani sizga ko'raylik ha. Buni hech pul deyapsiz? 20. Bozorda nima so'rayapti? 8,5 ziyodroq. 18 million 500 ming so'm ziyodroq so'ralyapti. Tak, semiz g'olonchi. Bu nech pulga baraka bo'libdi? Mana shuni oldik aka. Nech pulga? 19 million. 19 millionga bunisini olibdilar mana. Yonboshlarini ko'ringlar ha. Mol uda Sigir qilishga-da bu. sigir qilishga. Alam olcha. Uzun mol, gazli mol. 19 million 900 bo'lyapti. Shunday 10 million so'm pulingiz bizlarda qolyapti aka. Qancha? 9 million 900 bo'lyapti. Bu nech pulga bordi bojo? 20 million so'rayapti. Bo'g'oz ha bu lekin. Necha oylik? 5 oylik bo'g'oz 20 million so'm. Nima deysizlar? $20 millionlar jazmani berasiz, so'rasa jazmani so'rasiz, to'g'rimi? 20 millionlarga sal birovni o't qarban olib ketsa bo'ladi. Tak, yana bitta ikkita semiz mol ko'rsataylik sizlar. Aka bu nech pulga bordi? Bu tuqqanmi, g'olonchimi? Buni ajim. Nech pulga bordi? 25,5 ga bor. So'rayapti, siz aytyapsiz. So'rayapti. 25,5 bermadingizmi? 25,5 bermadim deyaptilar. Qaysin savdosi arzoncha ekan? Qaysin savdosi? Sotdik. Qani? Bu sariqcha. Ko'rsanglar obunachilar. Sotdik, lekin 60 soat. 20 millionga berdik. Yaxshimi? Xulosa shu. 280 kilo oldik. Bozor holati qanday? Bozor holati molga qarab ukachim. Lekin mol qimmat emas menimcha. Qimmatmi? 280 kilolik molni 20 millionga sotdik. Hammaga har xil fikrda. Ana shu ham go'sht yo'nalishiga zo'r ekan, to'y poyga. Bir tuqqan, ikki tuqqan. Puli yengilroqda. Aka, ana shuni bozor so'ragan summasini ayting obunachilar uchun. Nimani aytayjon? Bozor so'ragan summasi. Bozor 18 million so'm naqd pulga so'rayapti. Hozir 18 sotaman desangiz 2 mingga sotasizmi? 2 mingga sotaman hozir. Aniq 18 ha? Aniq javob. Semiz mol ekan. Nech pulga ketibdi ana shu? 30. Nech pul dedi? Ikkitasi 30 million. Yo'q, 30 nechidir dedi-da, shu eshitmay qoldim. 20,5 bersa nima? Sotaman. Qaysini savdosi? Nima dedingiz? 21,200. Mana bu alan savdosi bo'lyapti, aka-ukalar.
21 200 ga. Ey, 21 200 ga. Nima deysizlar? Bo'ladimi? Harakat qilaman bugun ikkita video chiqarib berishga. Bittasi darvozani tagidan bo'lib turgan narxlar, ikkinchisi bozorga ishga kirib chiqqan narxlarimiz. Necha pulga boryapti jonim akam? 15 dan o'tib ketyapti. Boqishga yaxshi, korpusli molchi. Ketdi, alalayli ham boqmachalik. Mendan bir ruxsat pul bekaversin-da. Aka buni bozor nima so'rayapti? So'raganini aytavering. Bo'g'ozmi? 2 oy. 4 oylik bo'g'oz 19 million deyaptilar. Hozir sotaman, siz olib ketaman 19 ga. Bormi? Qo'shsa beramiz aka. 05x qilib uzoqroqdan olaylik. Kichkina ko'rinib qolmasin. Kadr o'zgartirgan vaqtimiz. Mana savdo bo'lyapti. Endi balki. Tak, qaysini bilib bersin sizga? Ana shuni savdosi ketyapti ekan. Amakijon nima so'radingiz? Buni 10 million so'rayapman. 10 million? Aka nima deyaptilar? 20 million. Ular arasi ancha narsa bor ekan, aka ish emas bu. Bu barakasi bo'ldimi aka? Baraka bo'ldi. Ish pulga. 10 ish pul. Ish pul deysiz? 14 million 100 ming so'm baraka bo'lgan molchani ko'ringlar ha. Nima deysizlar? Sam chorva. Sam chorva. Baraka bo'lgan mollar qanisizlar? Baraka bo'lgan mollar qanisizlar? Obunachilar yetqaraylik. Qaysi savdosi ketyapti? Bozor so'ragan nechta bo'lishi ekan bir joyga? Nechta odamlik aka? Nech pul? 12.8. Mana shu oqcha 12.8 bo'ldi. Baraka bo'lgan molchani ustidan chiqib oling. Aka nech pulga oldingiz? 18 million 400 ming so'm baraka bo'libdi. Barakasini bersin. Buni sigir qilasizmi yo so'ya olasiz? Do'koningiz bormi? To'yga. Ha, to'yga barakasini bersin. Go'shtli molchi. Mana 18 million 400 ming so'mdan shu to'yga so'yishga olibdilar. Necha? 295 kilo kelibdi, taroz. Pullar sanalib turganlaringizda. Qaysini u? Sam chorva. Ha, sam chorva. Aka-ukalar sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Ikkinchi video ham chiqadi, xudo xolasa. Bunga darvozani tagidan baraka bo'lgan mollar yoritamiz. Yana hech pulga baraka bo'lgan bular? 46 million 400 bo'ldi ikkovi. 46 million 400. Ikkalasi. Ko'raverasizlar. Sam chorva. Rahmat. Buni ishini bo'ldi aka? 14 millionga olojincha bu. Assalomu alaykum. Nechta bo'ldi bu? 27 million 500 ming so'm. Boqmoq ho'kiz. Buni ishini bo'ldi aka? Ha aka. Akam uyonlar aytgan. Telefonini ko'tarsang bo'lmaymi? Xullas aka-ukalar, mana bu sigir 10 ta suti bilan 27 million baraka bo'libdi. Bala xolojincha mana ho'kiz 42 million baraka bo'libdi. Dalish davom etamiz darvozadan keyin. Boqman zo'r ekan, uspet qilmadi edi.
Ona bola qo'ycham bilib beraman. Aka buni nechi pulga olasiz? 6 million 200 ming so'm. Bola qo'chqorcham. Qo'chqorcha ekan 6 million 200 ming so'm. Nechta bo'ldi bizlarcha? Qancha oldingiz? Yakkaga boradi. Qaysidan? Navoiy. Bu qaytdi bu qaytdi. Navoiy nera boradi? 11 milliondan qaytganimish. Aka bular nechi puldan bo'lgan? 19 dan bir joyga. 19 million so'mdan bir joyga bo'libdi mana shu mollar. Ko'raverasizlar mana arqonlarni. 19 million so'mdan bir joyga. Nechi puldan oldingiz bular? Qaytdi. Nechi puldan? 42 ga bir joyga. Bo'g'ozmi? Necha oylik? Bittasi 6, bittasi 7 oylik. 6 7 oylik 42 dan qaytibdi ekan. Bir 2 millionga bermabdilar shu. 42 million. 6-7 oylik bo'g'oz ekan kabi. Aka bilan pullarim bilaylik. Pulni bilmaymiz ha, orqadagizlar. Qaysi bir? Ko'rib olinglar ham pullarim iloji bo'lsa bilib beraman. Sam chorva. Samni chorva. Aka pulini ayting. 33 million 300 ming. Bir joyga. Bir joy. 33 million 300 ming so'm. 33 300. Barakasini bersin deymiz. 33 300. Bir xil molchilik. Bu necha bo'ladi akajon? 12 dan qaytdi. 12 dan qaytib ketyapti. 12 ga bermayaptilar. Bir-biridan molcha o'siyga olamiz. Nima deb olay? Narnavas qanday bo'lyapti? Qo'chmang, siz o'g'ani qo'yasiz. Mol bozor narnavalarni bir so'raylar shu odamdan. Ko'ga Ana. Mojaro bo'lyapti. Talpala bo'lib ketdi.